missiyasini aniqlab olish yo'li qayerda? O'zidan uzilgan. O'zida emas, boshqalarga kontur ketyapti. Dunyoga, borliqqa, dunyoni boshqacha shakldaligiga, insonlar noto'g'ri yashayotganligiga kontur yoqqa qarab, hamma yoqqa qarab ketdi-yu, o'zida emas. O'zida bo'lib oldimi, u missiyaga qarab ketaveradi. U odam boshqa joyga chalg'imaydi. Muhimlikni boshqa joydan qidirmaydi, sevgini, mehrni boshqa joydan qidirmaydi. Asliyatida chunki asliyatida bo'lgan paytda sevgi olish, berish, bunaqa mayda-chuyda narsalarga aralashib yurmaydi. Odamlarning diqqati, e'tibori, fikri yuqorida aytganingizdek, ularga bog'liq bo'lmaydi. Kim nima desa demaydimi? Odamlar nima desa demaydimi? Uni o'zini ishi muhim, o'zining missiyasi muhim, o'zining yo'li muhim. Ishi boshida toshib yotibdi, kim fikriga qarab o'tirsin? Kim nima deyapti, nima demayapti, ahamiyati yo'q. Band bo'lgan paytingizda o'qiysizmi kimnidir kommentariysi? Hech qachon. Band bo'lgan paytingizda siz haqingizdagi kimnidir fikriga uzoq ushlanib miyingiz chalg'ib ketadimi? Yo'q, bandsiz chunki. O'zingiz olamingizda, dunyoyingizda bandsiz.